Shanli Shuvin o'tir maktabi to'liq 1-yil 2-sinfda amdil o'qishga kirib, o'quvchilarning diqqatini tortishga boshlagan bir o'quvchi bor edi. Uning navbatchilik qilishlari o'zgacha edi. Tushlik tomoqlari o'zgacha edi. Jazonib koridorda turishlari o'zgacha edi. Uning ish harakatlari bakli o'zgacha. Bakli qaltis, nihoyat qaltis edi. Maktabning turmushini shundoq o'zgacha ham qaltis o'tkazayotgan bu o'quvchining ismi bo'lsa, ismim Sakamoto. Adabsizlik qildim. Qo'sh, bu men. To'g'ri. Men Sakamoto. Sen uyda yo'qmi? Rastli bekaga avar bo'ptiman. Kunlaring ancha xotirjam emaskan-a? Qo'ling bek ochiqkan-ku. Sakamoto, buning sen bilan aloqasi yo'q. Hammasi ojizligimni kasofati. Agar o'zimni shunday qo'g'dimisam, qanchalik echinishli kunga qilishimni bilmayman. Sabr qil. Menga yordam qilg'ili keldingmi? Ta'sirotini so'zligili keldingmi? Yo'q, efendim, seni qo'g'dayotdi-ku. Menga yordam qil Sakamoto. Yenimda pul qolmadi. Biroq pullarning hammasini o'qish pul topshiraman, chechimni yostiman deb opamni aldib og'irdim. Hamda bo'lolmay qoldim. Opamni hamda olmayman. Rastli non qilibkansan. Bundaq ichinish holtingni hamda ko'gim yo'q. Mening bir amalim bor. Xush kelibsiz. Undaqda bu eng yaxshisi puling bo'lmagandan keyin ishla. To'g'ri deysan. Men yangi kelganlarni tarbiyalashga mas'ul Songshan bo'laman. Sizlarning bir talabinglar bo'lmagandan keyin oshxonaga mas'ul bo'linglar. Farmonbardarman. Siz? Chechim qalayib bo'lib ketibdi. Sakamoto, siz pul olishga mas'ul bo'ling. Men nemishqa bundoq chapat otaman? Yo ishligim bo'lmasa, yanala boshqa bahona tepib opamdan pul olaychi bo'ldi. Haras, g'alit kasal bo'lib qoldim. Davolanaman deb pul olay. Pulingdagi ishni to'xtatma. Kechiring. Ish qilib bugun ishlamasam ishlamayman. U odamlar uchun ishlab bakla g'alit bir ish bo'ldi desa? Ner o'ta? Tuyuqsiz o'ldirish bo'lib ketdik-ku. Ha? Tamoq olamsiz? İşki hamburger bo'lgisi, yana kulimsirash.
Ağabey qıptırma Kimota. Barangi qalamchisiga sen mas'ul bo'l. Buni qilib boqmagandim. Bakla oson, to'shqisanglar bo'ladi. Tez bo'l, vaqt qolmadi. Bakli qiziqkan. Siz beliq ko'shi yapaqamsiz. Aldirash vaqtini o'tkazib oldik. Bu tunji qatim do'konga jiq odamning kelishi. Bu Sakamotoning kuchimidu. Kimota, ishqi tushgan tunji kunilar bundoq aldirash bo'lib ketding. Jafo chekding. Xayrli katigan. Ha, Sakamoto, ishlaydigan o'tin keldimi? Shundaq, do'konni taquvchi ishlayman. Nima bo'ldi? Bak, xushal qo'ysan. Ha, ko'ribli bilib olsan-da. Bu degan mening hayotimdagi tunji maoshim. Bu pulni nega ishlasam bo'la? Chechimni tuzuytaymikin bu Musa. Sakamoto senchu? Men yangi bulon o'lchigi setib olaman. Ha, to'g'ridaysan. Menga yurishlik tamoq bering. Ichimlikka kola ichay. Bildi. Kulimsirashdan birini ip ketay. Qiladi, ajon. Kalva. Kimota, barangi qalamchilarni pishirib bo'lib aramag'in. Ma'qul. Ularken men hargizmi to'nib qolmasa bo'ladi. Ay, o butirchash Kimota'go. Ey, ras Kimota aka. Yaqinda beri maktabdan qo'yib olganda uni topolmay yotibdik. Aslida bu yerda ishlab o'tibdi-kanda. Gap qilmaydi-ku. Bizni ko'masga selishga petindingmi? Mehmonlar, sizlarga nima lozim? Menga to'q go'shti yurishligidan birini, yana muzdaq qahvadan bir stakan. Menga unikiga o'xshash. Ha, Kimota. Ishdan tushib, sho'ng bog'chisiga kelgan. Kammisan? Seni o'ltirib yetaman. Xayr xo'sh. Qadam tashrif qilganinglarga rahmat. Shikar qiyomi bamiginni qarmamdiga. Shorab ichadigan naychimi yo'q ekan? Nima qilgani bor? Keldi. Ha, keldi. Ha, yaxshimsan? Baya, nemishqa bizni ko'masga solsa, biz degan do'st tursak, ha? Biz degan sening do'sting. Boy qo'limiz sal qisqa bo'lib qoldi. Sen bilasan. Rastlı ishning yo'lini bildikansan jimo. Yo'q, efendim, seni qo'g'dayotdi-ku. Desa bo'lmaydi. Bu degan men jafo tortib ishlab topgan pul. Undaq bo'lsa, nima qildi? To'g'ri yurak turib nimaga yasalmalik qilsa? Olamsa. Qirib pulni. Bu pullarni o'zim qo'g'dayman. Ağrıp ketdi. Neymiş bu? Kechiringlar. Sizlarni malol qildim. Baya ishqonlarga berilgan bir narsani men unutib qoldim. Şoň alaytan ekeldim. Sen bayamqi. Sakamoto. Uyuqab ketdi. Maxfiy taktika. Qaçqili bo'lmaydigan shamol. Endi
Toluma afsus. Pul ağıcı boğaşqıla muşulanılı qıla alayman. Әмді қаған ішла ашқанығы мәсул кимо тағығы қалды. Бәзі ішланы пәқәт сәлі қыла алайсан. Faqat mənli qıla alaydıgan iş. Məxfi taktika. Bu palvanın muştumi. Bunu mu unutup qalmay? Yanı yok kalemçisiga tuz sepish. Çık, bugünkü işte otup kırışma. Qılaldım. Ben qılaladım. Sakamoto, rahmet sana. Ahiri tushunib yetdim. Haqiqiy qo'g'dashga muhtoj bo'g'ini hargizmi men emaskanman. Pulumni emaskan, balki mening g'ururumkan. Mən texi işdən düşmüdüm. Qalayımqan joylashtirishni anglaydigan vaqtim yo'q. Sakamoto bakli yo'lsizlik qilding. Biroq baya o'ltirgish hünerini ko'rsatding. Gerçi sal qo'pollik bo'lsa, biroq yanala yaxshi yerlari bor. Nima? U Aysaga qarayotgandek qiladi-ku. Unda qamasdi. U Aysaga qaramabdi. Aysay orqali to'sqitgini ko'chirib yesib etibdi. Hay, Xeyza, bu yoqqa qarab o'tiring. Hey, Aysay, ashxonaga berib bila tamoq yeyli. Kechiringlar, bugun uydan tamoq yeb keldim. Ha, o'z qo'lingiz bilan etdingizmi? Ha, shundoq. Hozirda mashq qilyapman. Vo! Aysay, bu tamoqni qandoq etdingiz? Eski, bak qiziq ekansiz, Leylam. Hey, Aysay, bekli oq ko'ngilkansiz. Undaq odamlar bilan qaringiz bo'lmasa bo'ladi. Yeligar qiz Xeyjao yana keldi. O yeliqi biyandango. Anglasam o Janayning o'g'il do'stini tatib olibdi. Bu rasm nima degan qo'rqinchli. Ahmaq. Undaq pasarni talish nima qiladi? Aysayga mos keladigan faqat Sakamoto, faqat o'g'li mos keladi. Sakamoto. Faqat uni ko'nglida ma'lum bo'ladi. O'g'illarni keltirish taktikamni ko'ring. Sakamoto, menga dars o'qitib qo'ying. Matematikam bekli nachar. Birinchi taktika shaxsiy bo'shligiga kirish. Bundaq chaqda cho'qim qarshi tarafning sol tarafida o'tirish kerak. Agar o'ng tarafida o'ltirsak, bilak ikki odamning to'salg'isiga aylanib qoladi. Bu nuqtaga diqqat qilish kerak. Avar qildim. Ikki yil qo'lida yozalaydi ekan-ku. Ha, unda qanasdi? Qaysi tarafda o'ltirsam, to'salg'i bog'idek. Bundaq ahvolda qaysi tarafda o'ltirsam bo'la? Men ishkilanayotganda bu tambar hozir cho'ngayib ketyapti-ku. Amaliyot o'tilida o'ltiray. Ikkinchi taktika. Qarshi tarafning ismini chaqirish. Ikki odam o'tirsidagi yaqin fikr almashtirish orqali munosabatni texmi yaqinlashtirish. Sakamotoning ismi tasimi bir. Yanıl onundan uzun so'raveray. Sakamoto,
Manga ismingizni deb bersangiz bo'lamdi? ismimmi? Ismim Sakamoto. Zangli qilmag'aysiz. Ha, deb berishga unamadi. Bo'ldi, keyingisi 3-taktika. Qarshi tarafning harakatini to'g'rab, yiqilib to'yg'is paydo qilish. Ha? Qachon siz g'ushqa almashtirdi? To'xtang, astroq. Harakati bek tezkan, faqat to'g'ri qilib bo'lmag'idek. Qalam ushlag'ich patqadek qilib yasab bo'ldim. Bitdi. Undaq bo'lsa bo'ldilar. Boshqa o'g'lan izdasam bo'g'adek dars o'gitib qo'ysin. 4-taktika. Arg'amchini uzun qo'yib etish. Qarmoqqa ilindi. Maydonga bir mehmon kelganda qiladi. Qarang. Nimishqa unimi bo'lmaydi. Bu taktikalar bilan indaki keltirgil bo'lmaydigan o'g'illar yo'q edi. Buningda unumlik amal bormidi? Sakamoto, menga o'yin o'ynash berang bo'lamdi. Mening xo'shandan masala so'raydigan bir ishim bor edi. Biroq o'zim yolg'iz o'ynasam qo'rqadi ekanman. O'g'illarni keltirishning 5-taktikasi bo'lsa, azmi ko'rik effekti paydo qilib, ikkala tarafning yurak so'qishini tezlashtirish va muhabbatlashayotgandek xato tuyg'u paydo qilish. Ha, anglamoqqa qiziqarliqdek qiladi. Bizmi birga o'ynaylik? Nima? Bundaq o'yinda odam qancha ko'p bo'lsa, shuncha qiziydi. Ko'shxo'r qizlar paydo bo'ldi. Bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Tez yo'qolish planini qalayman qilib o'tdim. Undaq bo'lsa, men o'sha yerda o'ynaganinglarni ko'rib o'ltiray. Bu ikki qizning Sadi nima maqsadi bordi? Amisa savol so'rashni boshladik. Xo'shan. Sakamoto'ni ko'rayotgani Xeyjoni kitobimi? Ha, mening kitobim. Ha, bilmaydi ekanman. Xo'shan qanday javob berdigan anglab baqayli. Sizlarning maqsadinglar mushumati ham xayolinglar. Qaranglar, Xo'shanmi Aysayning emas deydi. Undaq bo'lsa, so'rab baqay Xo'shan. Xeyjoning qo'siqi qarimi? Qaranglar. Ajab pishansiz. Ha, endi navbat menga keldi Xo'shan. Hay, Xo'shan, Sakamoto kimni yaxshi ko'rdi? Kenjoni, Mamoni, Aysayni. Chataq bo'ldi. Tanga uchib ketdi. Yerimiq kelganda tanga uchib chiqib ketsa qarg'ish qiladiganimiz esimda. Tasimi parpakli qo'rqyapman. Meni tez qutqizib oling, Sakamoto. Onunga nima bo'lgandi? Qanday qilamiz? Xo'shan, bu umrimdagi birdan-bir telekim. Qaytib ketgan. Nima? Telekan ijobat bo'ldimi, nima? Biroq mening bir shartim bor. Darhol berib, qush uzi yasanglar. Qush uzi? Shundaq. Egizligi taxminan 6 chi atrofida bo'lsin. Biz yog'ochi bo'lmasak, qanday qilamiz? Shakli qandaq bo'lsa bo'laverdi. Tez bo'linglar. Darsdan tushish qo'ng'irog'i chelinguncha yasab bo'linglar. Faqat 20 minutla qoldi, yasab bo'lmaymiz. Undaq bo'lsa, men asla oltimga qaytolmay taqib ketaman. To'xta, ketma. Amal topdim. Ustalni qush o'ziga o'g'ishtirib qurashtirsaqlar bo'ladi. Yaxshi fikr. Amisi tezroq bo'laylik. Xeyjo, nimaga angmay qilib tursiz, tez bo'lmamsiz? Chunki men o'rindiqdan eg'ir narsalarni yutib yemayman. Ajiba, Sakamoto taqib ketib qolsa, maylimi? Qarag'anda ko'nglingizmi tayinliqkan. Sizni rostilla xato tunib qoptiman. Sizning lozimingiz yo'q. Qush o'visini o'zimiz yasaymiz.
to'g'ri qismini yasab bo'ldik. Xayjo, nimaga anglamay qilib tursiz? Avval sizga deb qo'yay, Sakamotoni qaytarib kelish uchun shunday qildim. buni albatta bilamiz. Xo'shan, rozi bo'ldingizmi? Bu ya Bek yaxshi bo'ldi. Qaytib kelganingizda qarshi olamiz, Sakamoto. Rostilla Sakamoto ekan. Boya qo'rqib o'layla dedim. Davatgan gapini. Bo'ldilar. Men doim bizmi chiqishib o'talaydigandek his qilaman. Bo'ldi. Bo'ldi, bila qaytaylik. Bizgami o'g'illarni keltirishni o'rgatib qo'yingchimi? Qo'y Sakamoto, at ko'rishaylik. aslida mundaq ekanda. Odamlarning jiddiy ahvol ostida maqsadi o'xshash bo'lsa, orasidagi oraliq tabiiyla yiqillaydi ekan. Sinoq muvaffaqiyatli bo'ldi. Odamlar rostilla qiziqarli ekan. Maxfiy taktika, qalaymaqonchilikni yig'ishtirish.日本の皆さんこんにちは。チョン・チョリソーです。叶わぬ恋と知りつつもその身を焦がしたこと、あなたにもありますよね。届かなければ届かないほど追いかけてしまう。これはそんな悲しい恋の物語。え、チョン・チョリソーって誰だって？まあそんなことどうでもいいじゃない。次回の坂本ですが、パシリスト坂本、恋のかくれんぼの2本です。